May Halkara Muzeyler Günü nişanlanmakta. Şu yakşı hemkaslarımızın medeniyet bayramının arefesinde yine bir hayırlı iş bul urulup bana yakşı bir tedbir emelge aşılayaptı. Yakşı bir insanlarını, medeniyet fidailarını, şu sanat muhlislarının teşebbüskarlığı bilen aynıksa aytıp ötüyün alakada tehlikleşim gerek. Şu sanatımızı kollab kuvvetlavuşa hamilerden biri, fidakarlardan biri Nimetallah'a Beyberganov'un şahsen teşebbüsleri bilen, ularının şagirdleri, bana Atacan Kuday Şükür'ün muhlisleri, dostları, şagirdleri, böyle acayip ustazlar hemkarlığından bana şu Şankalan Müzik Korkhanası'da alakada Atacan Kuday Şükür'e bağışlanan daimi körgezme teşkil edilir. Mana şu körgezmenin tantanali açılışıga hoş kelibsizlar. Mana şu körgezmede mana O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, Tatariston xalq artisti, bütün Türkiye zaman sanat muxlislarining izotiga musharraf bo'lgan shohir ovoz sohibi, kudretli ovoz sohibi Atacan aka Xudoy Shukurovning hayoti, faoliyatiga oid ash'or va aqidlar mana shu yerdan eksponatlar joy olgan. Mana shuni dunyoning barcha burchaklaridan, yer yuzining barcha burchaklaridan mana shu Xivoga kelayotgan sayyohlar mana shu ekspozitsiyani, ko'rgazmani ko'rib, shu mashhur san'atkorning hayotidan, faoliyatidan bahramand bo'ladilar. İlohim ruhlari shod bo'lsin. Şu işe hisse qo'shgan barcha insonlarga biz tashakkurimizni izhor qilamiz. Ben hani şu o'rinda büyük ustozimiz, xalq qahramoni Erkin Vohidovning shunday bir satırlari yodga keladi. San'atga baş umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. Bu dunyoni terk etse undan dünya qoladi. İnson ömrü sarfatlik, san'at ömrü poyindor, navosaz yuraklarda o'chmas navoh. Mana avvalambor hammamiz uchun hurmatli Ne'matli akang Matkanovning tashabbusi bilan boshlangan ishni bir yo'lga qo'yib deb Xivaga kelganda mana oldimga chiqib, mana ochiq chehra bilan kutib olgan Xiva Ishonkala qo'riqxonasi mas'ullarına, rahbarlarına men o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shularni Ishonkalaning ayniqsa mana Kamiljon bo'lim boshlig'i, boshqa rahbarlar shularni ko'maklari bilan, shularni barakallosi bilan baholi qudrat qo'limizdan kelgancha shu muxlislardan, oila a'zolaridan yana bir hurmat bilan aytmoqchiman. Lalapam Alloh shukr va bugun bir sabablar bilan kelolmay qolgan u kishilar ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu Atajon agadan qolgan narsalarni baribir berib keldik. Ko'plaringiz girib gördingizlar, hozir muzeyni, bu muzey hali bir to'liq shakllangan deb bo'lmaydi.
Negaki shunday bo'lsa-da, hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, shu bayram munosabatidan ochib, keyin yana o'rnina qo'yamiz. Ana Lalapon bolasi Otabek Akbarga bir g'alak kelib qo'yamiz. Otajonning surat tushirgan g'ali. Keyin kimda qanday esdalik narsalari bo'lsa, shu otajonga taalluqli narsalar bo'lsa, hammangizdan iltimos qilar edim. Shu muzeyning eksponatlar bilan boyitishga o'zlaringizni, hissalaringizni qo'shasizlar deb o'ylayman. Rahmatli otajonaga Xudo shukr haqqında juda ko'p to'xtamasdan gapirish mumkin. Juda ko'plab risolalar va bayotlar, hamma narsa kitoblar yozilgan. Lekin men shu bir narsaga hayron qolaman, buni ham bir ilohiylikdan deb bilaman. Otajonaga shunday baland cho'qqa buyuk yuksakliklarga chiqqan bo'lsa ham shu yuksaklikda turib ham oddiygina inson bo'lib qoldi. To'g'rimi? Oddiygina inson. Unda u kishiga bir kekkayish, manmanlik degan yotadi. Shu oddiy insonlikning orqasidan shunday bir yuksakliklarga erishdi. Men buni bir ilohiylikdan deb bilaman. Ilohim shu otajonning san'atini, butun o'zbek san'atini, Xorazm san'atini, ixlosmandlarini, otajon Xudo shukr izdoshlarini, otajon Xudo shukr muxlislarini hammasini bugungi kun bilan yana bir marta tabriklayman. Bugun otajonning ruhlarini hurmat qilib, bu yerga kelib turgan hammangizni qadamlaringizga gul bitsin. Hammangizni o'ylaringiz so'y bo'lsin. Hammamizni shu bir narsa birlashtirib turibdi bu yerda. Biz san'at, otajon Xudo shukr ijodi, hammamizni birlashtirib turgan narsa shu. Bir-birimizni didorimizdan ayirmasin. Hamisha bir-birimizni hurmatlab yurish hammamizga nasib qilsin. Hammangizga katta rahmat. Bundan burun mana bugün bunu tashrif qilgan mana bu yigitlarga, mana shu yerdagi muzeyning xodimlariga juda minnatdorchilik bildiraman. Do'st bo'lish oson, buni saqlash qiyin dedi. Bu tadbirlarni yilma-yil shuncha yildan beri, 25-30 yildan beri bo'lib turishida albatta otajon bilan Ne'matullo Matkarovning do'stligi. Buning do'st bo'lish, do'stlikni bunday saqlash bor juda kam ko'rganman. Ne'matullo Matkarovich har kun deyarli har kun otajon haqida, yaqin do'stlar haqida qayg'uradi. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu tadbirlar ham shu kishi sababchi. Shu kishi bilan gaplashganda Hajiboyga aytib shunday bir tavsiya qilsak, hozir mana kitoblarni Markaziy Osiyoda o'qib, tanishib, televizorda ko'rib turibdilar. Agarda Xivada shuni qilsak, butun jahondan kelgan turistlar ko'rib, ular ham shu otajon haqida bilib, otajonda shunday mashhur odamlar bor ekanligi, shu Markaziy Osiyoda, Qoraqalpog'istonda, Xorazmda turkildan chiqqanligini ko'rib, biz shuni bilganlar xursand bo'lamiz degan. Mana haligi Hajiboy aytgan gaplarga qaraganda 64-yil Xorazm televizoriyasi tashkil bo'ldi. Otajon bilan qo'shiq aytib yuramiz. Ziyofatlarga boramiz, maktablarda bir kun uchun o'tirib, televizor ko'rib o'tirib, otajon aytdim, "Sendan ham yaxshi ayta olmaydi" deyishlar. Shuni aytib turibdi. "Davay televizorga boramiz" dedi. "Davay" dedi. Olam shu "davay" degan so'zni ishlatadi. "Davay ketdik" dedi. Eshiga o'ylamay darrov mashina topib keldik. Bize girip turgan vaqtda soat 1 bo'lib qolgan ekan, hamma chiqaverdi. Abida chiqdilar da. Muxtar G'aniyev degan bo'lmadi, kimdir rejissyorlar boradi. Hozir ular Quronboy Matrizayev boshqalardan qilgan. Chiqib ketaverdilar, ha yigitlarda bize qo'shiq aytmoqqa keldik deb. Bolamizda vaqtda. Qo'shiq aytmoqqa kelsalar, tushdan kelganlarda. Eng oxirida G'ani Do'stjon chiqdi. Balaki ha yigitlar dedi. Mana shunga keldik. Endi abida etganimizda abidni biz yanında o'tirasizlar dedi. Butgan mashina bor ekan, Perevoz. O deydi, Pereskoda degan o. O O'zbekiston televizoriyasining operatori edi. Akasidan bizlarni mindirdi, uyine olib ketdi, abidda choyni qo'yib berdidan, dasturxonni qo'ydidan telefon qildi. "Shoir" dedi, "Biz ish bitiribmiz telefonda." "Vaqtingiz bormi shoir" dedi, Erkin akaga telefon qildi. Erkin Badar aka bor. "Vaqtingiz bormi? Hozir 2 mehmon keldi Daron araqından. Birga bir choy ichsak ma'qul bo'lar desa, bir 15 minut o'tmay keldi Erkin aka. Shu yerda Oshiq Erkin bilan bular do'st bo'ldik. Biza bir qo'shiq aytamiz desak, bizlar 3 qo'shiq aytdilar. Televideniyaga bordik 64-yil. Shundan ketgandan keyin do'stlik maktablandi. Keyingi yil esa Erkin aka "Qo'sh sohil bulbuli" degan katta ko'rsatuv tashkil qildi. Otajon haqida shunday yaxshi gaplar, she'rlar aytildi.
Şunda hali Erkin Ağa'nın sözünde var. Hani meşhur 5-6 günlük ziyat buzurganlarım o maqta verdin dese bu Erkin Ağa aytgan. Allah'ın nazarı şutturgan yigit, periştası hali köresler. Onun ovozi beni sehrliydi degan. Hali köreseler deyin. Hali aytgan deyin bana kördiler. Biramaz 4 Xalq Respublikası artisti bo'ldi. Davlat mukofotini bo'ldi. Yüzlagan shogirdlari bo'ldi. Mana aytmoqchi bo'lganim, Ne'mat Matkariyev juda yaxshi ham u bilan qarindosh emas, lekin shu muxlis, Shiravanda akalari bilan birga qo'shni bo'lgan. Shu baletda qarang, necha yildan beri har 2 yilda bir marta tadbir o'tkazdi. Bu tadbir o'tkazganda qanday bo'ldi? Otajonni o'xshatib aytaman deb qancha Sayib Xo'jayev hofiz bo'ldi. O'zimizda birinchi mukofotni Xivadan Ravshan Matakov oldi. Grand Prix oldi bundan qaraganda. Zo'r aytdi. Qancha san'atkorlar yetildi. Endi fond tashkil bo'ldi. Fonda mana Ivadlar qatnashib o'tiribdi. Fond qancha yoshlarni o'qitdi. Bugungi tadbir bilan hammangizni tabriklayman. Mana muzeyda hali Hajiba aytgandek hali buncha tashkillashtira olganimiz yo'q. Uni ishindagi ashyolarni ko'paytiramiz. Bizda material ko'p, shogirdlarimizda ko'p, o'zlarimizda ko'p. Bu birinchi deb bo'lsa, xudo qalasa zo'r muzey bo'ladi. Bu yerda mana Ortiqniki bor ekan, Komiljon aka, Rahmatjonniki bor ekan. Mana Otajon ekan bo'ldi. Juzukka qosh qo'ygandek bo'ldi. Rahmat sizlarga. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Xitoy qishlog'idanman. Otajon og'a bilan to'ylarda xizmatimiz tufayli tanishib, oshna bo'lganmiz. Otajon aka o'zi buyuk bo'lishi bilan bir qatorda san'atning hamma turlariga ham juda e'tibor bilan qaraydilar. Bu buyuklikka xos soddalik, hozir Hojiboy Sodiqov aytib o'tganidek, bunday insonlar juda kam bo'ladi. San'at osmonida quyoshday balqqan xalqlar ko'kragiga yulduzin taqqan uchinchi daryodir ayqirib oqqan Otajon Xudoy Shukurovga bergil bir salom deb salom aytganimda juda xursand bo'lganlar. Mening salomlarimni ham e'tibor bilan tinglar edilar. Demoqchiligim hamma san'atning hamma tomonlariga e'tibor qaratganidan men hayron qolar edim. Juda yaxshi ish bo'libdi. Otajonning ruhlari shod bo'lsin. Eskanda Jayxunning sarin yellari, turnalardan kelsa do'stdan salomlar. Bugun anjumanda do'stlarning bari Otajon aka deb aytsa kalomlar, hassos tuyg'ularga ko'ngil bog'inib, yurarmiz hofizni doim sog'inib. Sezilar to'lqinning sirli mavjlari, uchinchi daryoning o'zanlarida, shukurki Otajon aka avjlari barqarordir zamon to'zonlarida. Gohida quvonib, goho og'rinib, yurarmiz hofizni doim sog'inib. Qo'shiqchimiz deydi turkman va tatar, nafaqat o'zbeklar yo Qoraqalpoq, Norimjon buvoda uyquda yotar. Barcha san'atkorga bo'lib sajdagoh, bu yo'lda qadamlar qolmaydi tinib, biz esa yasharmiz doim sog'inib. Kuyladi vatanni, vafoni, yorni, bo'lsa ham amuning qarshi yog'ida elin jondan suygan bu buyuk farzand bugun o'zi shu yurtning ardog'ida. Mushtoq ko'ngillarga umidlar inib, yasharmiz hofizni doim sog'inib. Hammalariga rahmat. Şöyle bir savab işe gelgen diyenlerine hammasına katta rahmet aytamam. Birinchidan shu do'stimiz Otajon Xudoy shukr muzey ochilganida men quvondim. Endi bunga sababchi bo'lganlarni ham aytib o'tdingizlar. Ne'mat akani yana men ham aytib o'tishim kerak. Bu sababchi prezidentimizning o'zi ham sababchi va ham do'st bo'lgan. Shularning hammasiga katta rahmat aytaman. Bu muzeyning ochilishi hammamiz uchun bir baxt davlat deymizdan buni. Uni ruhi shod bo'ladi, uni ruhi qo'llab-quvvatlab yurdi. Chunki bu san'atkor endi hamma yerda ham shu. Buni tanimagan yerlari, bormagan yerlari qamagan. Men ayniqsa meni o'zim bilan butun dunyoning hamma yerini gezganman. Dushanbada gitarada aytganlarim boshqasi. Inson yana aytib o'tdi. Tajvoy 64-yil yine Mehmet Salih televizyona chiqqandan keyin bize Genca Qurbonboyev bilan yazib oldik buni. Temberlen magnitofona. Bularning xabari yo'q yazib o'tirganimizdan. Keyin tamom bo'lgandan keyin yog'i 4 kilometr o'lmaydi barji. Bu yerga ketdik, to'g'rimi? Nadmestagi joyga borib, endi kechki soat 1:30-2da
Şundan bir başla verdi diye şunlarını dinmeyin. Bizim yanda çarşakan. Burada hazır. Kamuzan heykeler, alma pala artık hemmesi bağcıkan bu olarak. Şurada bana içeride uklamin. Yani dere çıktıp oturdu, şu baktım kuludan başladı, sonradan iş kılıp hemmesini azına çay şunla etti, doğru mu? Şeyin çayını içip, şimdi adamdan paranın yerine de uzun, bunlar ebede yakın köprü medemeti gittiler paranlar. Nizam Meyza hoş geldiniz. Şimdi bize şimdi ustalar şair tuğanda en ahir yine bir de ustalar biledi köpçülük mene çoğun eken az adam var. Şimdi hem de biledi en kişiye şair bize değil. O vakta bir duman bir eli eşulanı düşünmez. Ayteredik hazır ustamızın yolunun içi mürekkeplikini, koşuklarını çik pelek, asma pelekli, evcili nesekelliklerini indi şunu üzerine gebe geldik. Şimdi ben etmakçı boğanım çözüp oturmayımız. Şimdi insana şagird oğanımızdan şu insanla azgına olsam şu kolumuzdan genççe bir mihrimizi koyup usta da etekinden mekkem tutup şu dualarını ağanımızdan mı bir senette doğru yol pelleyen ekemimize bazı fikir kılamız da Taşyet'te Halklar Dostluğu Sarayı'nda kendisi ötürdük 80 yıllık yübileyine de şunda bize birden iş kılıp tedbirlerin arasında reklama ve ölmedik bunu televizyona de ya bir ifire ver ya bir yere bir banner yapıştırıp bunun işler kronik kaldıktan kendisi başlanıp gitti. Reklaması şimdi kıyın hazırki devirde mesela adam yığış 4000 5000 adam yığışın özü bu muydu bu? Şimdi ben açacağım ustanın bir ilahilikini açacağım. Şu zal dolup 7-15 mutkandan nereden şimdi açıp karasam hiç kim yok da. Yüreğim küfürde bir attım ustanın dersinde indi. Şu hayatı bu işim yok mu hep kork. Heyecanlanıp durası ki. 7 oldu şimdi girdi da zal karşı oldu da reklamam bulmadı. Bunun üstüne bir yerde bir ne biletem satılmadı, biletem çekim kılındı. Buna şimdi aytmakçı boğanım bir ilahilikini aytmakçı boğanım hem mekansı 2 saat bilgilengen 3 saati 20 minut buldu tabii ya doğru mu? Halk gitmeyin. Şimdi ustanın koşuklarını hem günden güne yine kadra aşık bayatırlığını gördüm ben şöyle. Bana bugün Türk Halk Respublikası'nın elçisi, sevimli elçisi. Herkese Asya'da en sevimli bo'lgan o'zini ovozi sozi bilan mashhur bo'lgan do'stim Atajon Xudoshkurovni Xiva shahrida mana kichkinagina muzeyni tashkil qilyapmiz. Bu tashkil birinchi debochasi hali bu. Bu yerda hali eksponatlar kam. Xudo xolasa buni to'ldiramiz. Mana o'zining birinchi tog'i rubobi, keyin Atajon haqida yozilgan kitoblar, do'stlari bilan birga tushgan rasmlari, mana mashhur xalq hofizlari bilan, arslar bilan, shoirlar bilan tushgan rasmlari bir ilova qilingan. Xudo xolasa buni mana uni ishlatgan magnitofoni, uni kiygan chaponlari. Mana bu eng birinchi rasmi buni eng birinchi. Bularni xudo xolasa yangilaymiz. Bu birinchi bo'lgandan keyin bu yerda hali eksponatlar oz, xudo xolasa ko'rib ketdik. Bu xonani to'ldiramiz har xil rasmlari bilan, ko'rinishlar bilan, o'zining kiyimlari bilan, orada medallari bilan hamma narsani sanab kelib bu yerda joylab, qaytadan buni xudo xolasa to'g'rilaymiz hammasini. Bugün bana Xorazm San'at Tarihi Muzeyida marhum hofizimiz Otajon aka Xudoshkurov nomiga bitta muzeyni ochilish marosimini qilyapmiz. Bu tashabbusni bu ishni boshida turgan hamimizning ustozimiz Ne'matilla Matkarimovga oldindan bu bizlarni hammamizni bu ishga ruhlantirgan, yo'llantirgan o'sha kishiga rahmat aytmoqchimiz va butun
hofizning do'stlari, shogirdlari, qarindosh og'aynilari va hammamizni ozginadan bo'lsa ham hissalarimiz bor. Bu hozir bugun muzeyning ochilishini marosimini qilyapmiz, lekin bu hali muzey bir to'liq mukammal ravishda ta'minlandi degani emas. Hali shogirdlarni, do'stlarni qo'lida Otajon og'aga tegishli bo'lgan, u kishini esga soladigan narsalari ko'p. Doimiy ravishda muzeyni to'ldirib boramiz degan umiddamiz. Xalqimizda insonni ikkinchi umri degan bir ajoyib ibora bor. Hozir ikkinchi umrini yashayotgan inson bu Otajon og'a Xudo shukrdir. Shunday insonlar bo'ladiki, ular tirik paytida xuddi o'likdek, lekin shunday insonlar bor, u dunyodan o'tgandan keyin ham juda ko'p yillar bu kishining nomlari tillardan tillarga o'tib, dillardan dillarga o'tib, davralarda aytilib turadi. Buning uchun nafaqat o'z kasbining ustasi, balki odamiylik degan bir kasbning ham ustasi bo'lish kerak. Otajon og'ada Xudo bergan shu narsalarning hammasi mujassam edi. Men Otajon og'aning shogirdlariga, hammasiga, u kishiga ixlos qo'yganlarning hammasiga shunday bir baxt tilayman. Rahmat. Aziz do'stlar, mana hammangizning xabaringiz bor. Yaqinda davlatimiz rahbari Xorazmga tashrif buyurdilar. Shu Xorazmda turizm salohiyatini rivojlantirish, muzeylar faoliyatini yanada kengaytirish, takomillashtirish bo'yicha muhim topshiriqlarni berdi, xayrli ishlarni bir boshlab berdilar. Nasib etsa, mana shunday muzeyshunoslik sohasida qilayotgan ishlar yanada jadal bo'ladi. Mana shuni bugungi bir natijasi deb o'ylaymiz. Mana shu ishlarni boshida turgan mana bugun Chankala davlat muzey qo'riqxonasining direktori Alisher aka mana ishtirok etyaptilar. Ismoilov, ben hurmat bilan so'zni sizlarga bir yaxshi tilaklarini, tashakkurlarini bildirish uchun Alisher akaga so'z bermoqchiman. Marhamat. Otajon Xudo shukrovning muxlisiman. Bu kishini kasetalarini qayta eshitib, nechalik eshitsang ham bezor bo'lmaysan. Hozirgi endi xafa bo'lmasinlar, ayrim ya'ni bir marta eshitsang, ikki marta eshitmakka yaramaydi. Shuncha hozirachalik qo'shiqlari o'lmingayotir. Shu endi bu 18-may Xalqaro Muzeylar kuni arafasida shunday ajoyib insonni muzeyi ochilishi bir quvonarli hol. Shu hammangizni tabriklayman. Xalqaro Muzeylar kuni bilan tabriklayman. Qolaversa, shu Otajon Xudo shukrovni muzey bu yerda bo'lim ochilyapti. Shu bilan hammani qutlaymiz, tashakkur aytamiz. Bunda jonbozlik ko'rsatgan insonlarimiz bor. Rahmatlar aytamiz. Hozir endi bu yerda ochilishi aytib o'tdingizlar, butun dunyodan keladi. Butun dunyo ayrimlari bilmasligi mumkin, ayrimlari bilishi mumkin. Endi bizlarning O'zbekistonliklar bilgani bilan dunyodagilar endi o'rganyapti. Shu yerda bo'lsa butun dunyoga yoziladi. Shuning uchun shu tadbirni tashkilotchilar hammaga rahmat, tashakkur bildiramiz. Shu hozir ayniqsa shu tadbirni tashkil etishda o'zini xizmatlarini ko'rsatgan Hajiboy aka bor ekan. Hajiboy aka. Tashakkurnoma size shu jonbozlik ko'rsatdingiz, harakat qildingiz. Rahmat. Kichkina bo'lsam qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat size. Rahmat. Yana bir insonimiz bor ekan. Kim? Mehmet Salih aka. Mehmet Salih aka Masharipov. Şu hizmetleriniz için teşekkür. Şu teşekkürnoma bilan taqdirlaymiz. Endi az olsam ko'p o'rnida ko'rasiz dedi. Ya do'sting bir bo'z bersa, o'n puch olsin dedik, vay. Rahmat, shu katta rahmat. Tebrik Otajon ederim. hammamizga aytdingiz, Otajonni sevib tig'layman deb. Sevib Rahmat sizlarga. Altın şafak tanrıtı
Mustafa